Doktorskiy kolbasa qanday tayyorlanadi? Siz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing, biz esa buni ko'rsatamiz. Demak, bizga doktorskiy kolbasasini tayyorlashimiz uchun yuqori navli mol go'shti, hozirgi vaqtda o'zining xolesterininsizligi bilan urfga kirayotgan kurka go'shti, sovitilgan sut, saryog', tuxum, tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. Kuturimizni ishga tushirganimizdan so'ng mol go'shti va kurka go'shtini solib, ularni yaxshilab maydalab aralashtiramiz. Keyin qolgan mahsulotlarimiz, saryog', tuxum, sut va ziravorlarimizni qo'shamiz. Jarayonda pichoq aylanmasi kuchlanishi baland bo'lganligi sababli haroratni mo'tadil saqlash uchun filtrlangan pH ko'rsatkichi normaga keltirilgan suvni qor ko'rinishida solamiz. Biroz aralashtirganimizdan so'ng tuzimizni solamiz. Tuzni oxirida solishimizdan maqsad, tuz solganimizdan so'ng qiyma harorati tez ko'tariladi. Shu sababli biz uni oxirida solamiz. Tayyor mahsulotimizni taralarga tushirib olamiz. Ko'tarma moslamamiz orqali qiymani shprit uskunamizga tushiramiz. Mutaxassisimiz baton diametri va o'lchamlarini kerakli me'yorga keltiradilar va qadoqlash jarayonimizni amalga oshiramiz. Ramalarga ilingan batonlarimiz termokameralarga joylab pishirish jarayonini boshlaymiz. Kompyuter orqali kerakli programmani tanlab pishirishni boshlaymiz. Baton ichki harorati 72 darajaga chiqqunga qadar termokameralarimizni 80 darajada qilib qaynatishni amalga oshiramiz. Pishib chiqqan mahsulotlarimizni yaxshilab 2-5 daqiqa mobaynida sovutish orqali sovutib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek foydali va mazali bo'lgan doktorskiy kolbasa mahsulotimiz ham tayyor bo'ldi. Uni nafaqat o'zingiz, balki qo'rqmasdan farzandlaringizga yedirsangiz ham bo'ladi. Yana qaysi turdagi kolbasa mahsulotlarimizni tayyorlab ko'rsatishimizni xohlaysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Kanalga albatta obuna bo'ling.